Celtaga qanaqa ta'rif berasiz? Celta deganda nimani tushunasiz o'zi? Butun dars jadvalidan tortib, o'quv programmasi hammasi shu Celta asosida tuzilsa, ancha yaxshi natija beradi. $2000 stoyitmi va bilim olasizmi va sertifikat shu narxiga arziydimi? IELTS baland degan o'qituvchi zo'r degani emas. Celtani o'qigandan keyin faqat o'sha narsani ishlatish kerakmi yoki o'qituvchi o'zini stiliga moslab o'tsa bo'ladimi misol? Meni shokka tushirgan narsa shuncha yillik tajribam bir tiyinga nolga teng ekan. Celta sertifikati $2000 pul to'lab o'qigandan ko'ra YouTube'da tarqalib ketgan videolari bor ekan Celtani. O'shani ko'rib, Yevropalik gidlar жалоба qilyapti. Mana shu O'rta Osiyolik gidlardan keyin bizani уже mensimay qolyapti turistlar. Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizning kanalimizda ustozlar va ingliz tilini o'rganayotganlar orasida juda ham mashhur bo'lgan va juda ham ko'p muhokamaga sabab bo'layotgan mavzuni ko'tarmoqchimiz. Bu Celta sertifikati haqida bo'ladi. O'zi O'zbekiston sharoitida $2000 atrofida pul sarflab va shundan tashqari shuncha asab sarflab bu sertifikatga ega bo'lish arziydimi yoki yo'qmi yoki prosta bu narsa trend bo'lib qoldimi o'qituvchilar orasida? Shu mavzularni biz Xudo xolasa bugun suhbatlashamiz va bugun suhbatimizni yoritib berishga yordam beradigan inson Result o'quv markazimizda akademik jihatdan quality, ya'ni sifatga javob beradigan va sifatimizni oshirishga yordam beradigan bizning akademik inspektorimiz Miss Nargiza bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Abdumalik. Nargiza opa, xush kelibsiz podkastimizga. Rahmat. Xo'p, bugun Celta mavzusida gaplashadigan bo'lsak, siz o'zingiz ham Celta certifiedsiz va o'sha Celta tamoyillari asosida o'qituvchilarni assess qilishga yordam berasiz, ya'ni baholashga yordam berasiz va ularni treyning orqali skilllarni kuchaytirishga yordam berasiz. O'zim ham Celta certifiedman. O'shaning uchun bugun bizning mavzuyimizga chiqishadi. Bu yerda hech qanaqa senzura yoki qanaqadir scripted gaplar yo'q. Nima feeling javob bo'lsa va o'zingiz bilimlaringizdan kelib chiqqan holda nima javoblaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, bemalol bo'lishaverasiz. Unda boshladik, Xudo xolasa. Bugun bizning podkastimizda plansiz bo'lmasligi uchun bizda taxminan bir 5-6 ta mavzu bor va o'sha mavzular bo'yicha har xil savollarga javob berib discuss qilib ketamiz. Birinchi mavzuyimiz Nargiza opa, bu Celta o'zi nimaligi haqida. Celtaga qanaqa ta'rif berasiz? Celta deganda nimani tushunasiz o'zi? Celtani agar nima qiladigan bo'lsak, decipher qiladigan bo'lsak, ya'ni nimasini ochib beradigan bo'lsak, qisqartirilgan nimasini kengaytirib ochib beradigan bo'lsak, Certificate in English Language Teaching to Adults. Hozir adashmasam o'sha kidslarga ham chiqib ketgan. Hozir bu nomi ham o'zgargan. Aniq esimda yo'q. Shunaqa qolgan, akronim shunaqa qolgan, lekin nomi o'zi Certificate of English Language Teaching to Adults. Yo'q, adults emas. Hozir nimadir boshqacha bo'lib qolgan. Google'ga yozsa chiqib keladi, lekin aytmoqchiman, shu Celta baribir o'sha boshida adultslarga moslashgan bo'lib chiqqan, lekin hozir teaching English to the teaching language to the language to the speakers of other languages deb o'zgargan. Lekin Celtaligacha qolgan nomi. Nomi Celtaligacha qolgan. Abbreviaturasi shunaqa. Bu narsani aniq bilmagan ekanman. Xo'p, o'zi Celta sertifikatini o'zi men hozir ma'nosini tushungan bo'lsak, kim beradi u? Qanaqa kuchga ega? Shu haqida qisqacha aytib o'tsangiz. Beradi kim? O'sha Cambridge English vakolatini olgan, huquqiy vakolatini olgan organizatsiyalar, tashkilotlar sertifikatni sizga taqdim qilishadi va bu mahalliy sertifikat hisoblanmaydi va bu sertifikatni olganingizdan keyin siz xalqaro toifadagi o'qituvchi degan unvonga sazovor bo'lasiz. Misol uchun men shaxsan o'zim shu Celta sertifikatiga ega bo'lgandan keyin, bu kursdan keyin juda ham o'qitishga nisbatan nimalarim ancha o'zgargan. Yondashuvlarim. Eng birinchi meni shokka tushirgan narsa shuncha yillik tajribam bir tiyinga nolga teng ekan degani qani, shu birinchi hayolimga kelgan narsa shu bo'lgan. Bo'ldi, hozir u mavzularga o'tamiz hozir. O'sha nimalar o'zi o'qituvchi Celta qanaqa tasavvur qiladi va uni tasavvuri qanaqa buziladi, o'sha haqida gaplashamiz. Xo'p, endi Celtani asoslariga keladigan bo'lsak, o'zi mukammal ingliz tilini bilish darajasi va ingliz tilini o'rgata olish qobiliyatini o'rtasidagi farq qanaqa? Mukammal ingliz tilini bilgan odam o'zi faqat gaplasha oladi, lekin xuddi o'zini darajasiga o'sha studentlarni chiqarish yo'llarini bilmaydi. Даже harakat qilgan holatda ham ko'proq leksiya, lecture based bo'lib qoladi. Juda ham ko'p 9 bo'lsa ham u agar metodika, lekin aksincha IELTS misol uchun pastroq bo'lib turib, lekin metodikasi, o'sha metodik yondashuvlari,
strategiyalari, o'qitish texnikalari kuchli bo'lgan odamlar judayam o'zidan ko'ra kattaroq, yuqoriroq natijaga erishishi mumkin o'quvchilarni o'qitishda. Shuning uchun bu narsaga e'tibor berish kerak. IELTS baland degani bu zo'r o'qituvchi degani emas. Afsuski. IELTS baland degani o'qituvchi zo'r degani emas. Hop, keyingi savol. Cambridge metodikasi, ya'ni o'zi CELTA sertifikati Cambridge Assessment English o'sha Cambridge sertifikati hisoblanadi, ya'ni ingliz tilini nima asosida o'zi. Ingliz tilini o'qitish bo'yicha. Endi savol, o'sha Cambridge metodikasi bu qat'iy chegarami? Ya'ni undan umuman qochib bo'lmaydigan, CELTAni o'qigandan keyin faqat o'sha narsani ishlatish kerakmi yoki o'qituvchi o'zini stiliga moslab o'tsa bo'ladimi CELTA? Albatta o'zingizni yo'qotib qo'ya olmaysiz. O'zingiz stilingizga ega bo'lishingiz kerak. CELTAdan ko'proq to'g'ri strategiya, yondashuv texnikani olasiz. Qolgan o'zingizni yumoringiz, o'zingizni xarizmangiz, o'zingizni individualniy har bir o'quvchingizni xarakteriga moslashishingiz bu o'zingizdan ketadi. Men yana aytishim mumkinki, CELTAni prinsiplarini polniy, misol uchun to'la qonli bizani o'z mahalliy anaqalarimizda o'quv muassasalarida polniy ishlatish noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki qaysidir joylar bizga to'g'ri kelmaydigan joylari bor. Mana shuni aytib bering, qani, mana shu qiziq. Chunki bizani kuzatuvchilar oramizda maktabda o'qitadigan o'qituvchilarimiz bo'lishi ham mumkin yoki davlat muassasalarida, davlat ta'lim tizimlarida ishlaydigan o'qituvchilar ham bo'lishi mumkin. Nimaga aytasiz, hozir ular CELTA o'qiyman deb harakat qilishayotgan bo'lsa, sekin ostidagi pul yig'ishayotgan bo'lsa-yu, lekin siz aytyapsiz, CELTA o'qisanglar baribir o'zingizlarga moslasha olmaysizlar deyapsiz-da hozir. Nimaga? Shunaqa demoqchiman, chunki o'zim o'qitib chiqqandan keyin butun polностью o'sha nimani CELTAda o'rgangan hamma nimani bilsam, texnikam, bilimlarini ishlatmoqchi bo'lganda qaysidir joylar haqiqatdan ish bergan, yaxshi o'zgarishlar bo'lgan, qaysidir joylarda umuman o'xshamagan joylari bo'lgan. Keyin shu narsani men tushunganmanki, demak bu CELTAni baribir kelib chiqish qayerda bo'lgan? Yevropada, to'g'rimi? Yevropalik studentlarning talabi bilan mahalliy studentlarimizning talabi вообще nimasi, dunyoqarash har xil narsa. Misol uchun Yevropalik studentlar darsni seryozni narsa deb bilishadi. Dars. O'qituvchi menga agar bugun yangi narsa bersa, men bugun nimadir yangi narsa o'rgandim va o'sha narsani ishlata olyapmanmi? Hammasi ham emas, manimcha o'qimaydiganlar ham ko'p. Ularda Yevropada bizdan farqli o'laroq o'qimaydiganlar o'qishga kelmaydi. Ularda majburiy o'qiysan deb ota-onam aytdi deb kelavermaydi ularda. Ko'p, men shu narsani bilaman. Bilasiz, demokratiya o'zi 18 dan keyin u yog'iga o'zligi shaxsiy mustaqil hayot qurishadi va o'shanda o'zini ishiga yoki o'sha qurayotgan hayotidagi kelajagidan kelib chiqqan holatda shu narsaga ehtiyoj bo'lsagina o'qiydi. Va bu narsaga ko'pincha o'ziga pul yig'ishadi. Aytmoqchi bo'lganingiz, o'quvchini bizada majburlab o'qitishimiz kerak, lekin CELTA unaqa majburlab o'qitish tarafdori emas. Afsuski, CELTA ham, TESOL ham hech qaysi o'sha boshqacha qilib aytganda manaman degan xalqaro toifadagi o'qituvchilar ham agar bolada xohish bo'lmasa ish balo qilib bera olmaymiz biz. Naborot shu yaxshi emasmi CELTAda? Bu baribir endi men o'zimizni o'qitish metodikalarini, o'quvchilarni o'qitish metodikalarini yomonlamoqchi, chunki bizada tarixdan bizani kelib chiqishimizdan keladigan bo'lsak, Buxariyan tizimlarni qaraydigan bo'lsa, ya'ni u yerda kerak bo'lsa urib men shuni aytmoqchiman, qaysidir joyida именно bizani mahalliy o'qituvchilarga sal qattiqqo'llik prinsiplari, misol uchun CELTAda, TESOLlarda eshitganman, kechga qolayotgan o'qituvchini nimaga kechga qolding, uyalmaysanmi deb tergash yo'q, qirg'izadi, u yoq shaxsiy fikrga anaqa qilishib. Chunki shunaqada, chunki biz o'rgatib qo'ymaganmiz, biz ham zamonga moslashishimiz kerak emasmi? Chunki u oldingi stil oldingi davrdagi bolalarga to'g'ri keladi. Hozirgi davrdagi bolalarga ham, misol uchun, hozir ko'ryapsiz-ku, ursangiz, keyin yurasiz internetda, misol uchun. Aytmoqchi bo'lganim, men o'ylayman, biza shunaqa darajaga chiqishimiz kerakki, CELTAni yaxshilab mukammal darajada o'rganib, uni o'zimizni traditional metodlarga moslashtirishimiz kerak, adaptatsiya qilishimiz kerak. Qanaqa qilib, misol uchun, mana kech qolish masalasi bo'yicha. CELTAda aytilgan, kech qolgan studentga sen aytmaysan, chunki u darsni oral attention'ni buzadi. U yoqda tursin, biza darsga kech qolgan o'quvchiga "Nima kech qolsan?" deb baqirib uni unijat qilib tashlashimiz uni hammaning oldida sharmanda qiladi va endi to'g'ri, sharmanda qilishga yarasha ish qilgan bo'lishi mumkin. Kech qolib, endi har doim kech qolaversa o'sha. Lekin bu yoq tarafdan boshqa klassga ham mudini tushirib qo'yish ham bor-da, keyin uni yana ko'tarib olish kerak. Ya'ni o'shaning uchun men o'ylayman, individual talk. Qattiqqo'llik faqat individual bo'lishi kerak. Misol uchun,
qilib, bolalarni attract qilib, interesting qilib darsni o'tib turib, o'xshamayotgan o'quvchilarga darsdan keyin yoki darsdan oldin chaqirib, qoldirib, alohida vaqt qoldirib, birinchi muammolarini so'rab, nima muammoing bor? Chunki ko'p motivatsiyasi yo'q, yaxshi o'qimayotgan, kech qolayotgan o'quvchilarni qanaqadir hayotida muammosi bo'lishi mumkin. Personal life'da, oilasida, ota-onasida nimadir muammo borkan valid reasonlar o'shani bo'lishi mumkin. o'shani gaplashib, men o'qituvchilarga shuni maslahat beraman, o'shani gaplashib, birinchi o'quvchi bilan ichiga kirib, uni qo'ldan kelgancha yordam bering. Endi personal life'iga maksimal yordam bera olmaysiz baribir. Qo'ldan kelgancha sal поддержка qilib anaqa qilsangiz, keyin darsdan sal o'zgarishi mumkin. Undan o'zgarmasa, keyin alohida qo'pol gap, ya'ni shunaqa bolalar bo'ladi, вообще bezbet bolalar bo'ladi, qo'pol qilib aytganda. Unaqa bolalar bilan уже nima gaplashib olishib kerak alohida. Haqiqiy o'qituvchi sifatida. Endi qarang, bu jazolashga deganda men umumiy anaqa tushunchada berdim. Chunki jazolash ham har xil pointlari, har xil usullari bor. Bu hammaga bir xil tushadi degani emas. Odamni nimasiga qarab turib, u qiz bolami, o'g'il bolami, nimasiga xarakterini hisobga olgan holatda hammaga bir xil o'tib ketavermaydi. Shuning uchun men bu mayda anaqalarni hisobga olmadim, общий oldim. Bizada baribir qattiqqo'llik majburmiz qo'llashga bizani studentlarga. Endi yana o'sha anaqaga qaytadigan bo'lsak, Yevropa studentlari yangi narsa o'rgandi, talabi qondi, shu o'rgatgan narsasini ishlata oldim. Men bugun kelgan darsimdan 3 ta yangi narsa olib ketyapman degan narsa ularda birinchi o'chirda prioritetda turadi. Bu yerda o'qituvchi past gapirdi, rosa o'qituvchi zerikarli ekan, juda ham sekin gapirar ekan, ko'rinishi bizda umuman bu narsa yevropaliklar uchun unaqa rol o'ynamaydi. U uni shaxsiy hayoti, u uni shunaqa personalitysi shunaqa deyiladi. Bizda bu narsaga o'qituvchining juda ham ko'p kirchikiriga yopishadiganlar bor. Gapirishidan tortib. Uylashi qisqarayotgan. Men eshitganmanki, hatto o'qituvchi S harfini yaxshi aytmasdan Sh deb aytgani uchun men o'shandan ketganman. Men ketish anaqasini sababini ko'ryapsiz. Bizda talab kattaroq. Bu faqat O'zbekistonda emas, Osiyo bo'yicha. Turmush qurishga partnyor tanlayotgandek tanlashadi. Xuddi shunaqa. Osiyoda dars berish ham juda ham qiyin, chunki men bu narsani faqat o'qituvchilar haqida emas, даже turistlar haqida eshitganman. Gidlar. Yevropalik gidlar жалоба qilyapti. Mana shu O'rta Osiyolik gidlardan keyin bizani уже mensimay qo'yapti turistlar deb. Nimaga? Chunki O'rta Osiyolik gidlar faqat informatsiya berib qo'ymasdan odamlarni kuldirish, ya'ni o'zini nimasidan tashqari yana qanaqa kreativniy, soft skilllarni hammasini maksimum ishga solgan holatda, nimasidan tashqari o'zini asosiy ishidan tashqari yana qo'shimcha nimalardir kreativniy narsa qilishga, turistlarni o'ziga jalb qilishga astoydil harakat qiladi. Xuddi shunaqa o'qituvchidan biz ham. O'qituvchi faqat informatsiya berib, shunchalik tekis dars o'tib chiqib ketdim desangiz, anaqa o'quvchisini students retention rate baland bo'lmaydi. Обязательно xarizma bo'lishi kerak, yumor bo'lishi kerak, qaysidir joyda past ketishingiz kerak, qaysidir joyda tushunib qo'yadigan joyingiz bo'lishi kerak, qaysidir joyda motivatsiya berishingiz kerak, qaysidir joyda qattiq qo'l. Keyingi masala bu CELTA sertifikati narxi bo'yicha. Bilasizlar, CELTA sertifikati uncha arzon sertifikat emas. U o'qiladigan sertifikat. Uni 3 xil rejimi bor. Hozir O'zbekiston sharoitida offline o'qimoqchi bo'lsanglar, gibrid rejimi bor, yarmi offline, yarmi online yoki full online ham bor, part time ham bor. Xullas, lekin narxi bir. Narxi hozirgi kunda taxminan $2000 atrofi. Nima deb o'ylaysiz? $2000 stoytmi? Ya'ni arziydimi? Narxiga arziydigan kurs va bilim olasizmi va sertifikat shu narxiga arziydimi? O'zingizni fikringiz nima deb o'ylaysiz shunga? Arziydi deb hisoblayman. Chunki men shu CELTA sertifikatini olganingizdan keyin bu hozirgi sarflagan pulingizni yarim yilda yoki uzoq borsa bir yildan sal oshiqroq paytda chiqarib olasiz. O'quvchilarni ko'paytirish hisobiga, to'g'ri metodikani ishlatish boshlaganingiz hisobiga va yaxshi natijani hisobiga. Xo'p. Qo'shimcha qilib yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Agar kontrakt asosida, kelishuv asosida bir xil endi pulini bo'lib to'lab, lekin bir yil ishlab berish kelishuv bilan bu narsani amalga oshirsa ham bo'ladi deb eshitganman. Rezultatda bizada, kstati shunaqa. Bizada yaxshi o'qituvchilarimizga va loyal o'qituvchilarimizga 50% pul to'lab beriladi. U tim bo'lib 50% pulingizni, yana qolgan 50%ingizni o'zingiz bitta to'lamaysiz, oyligingizdan bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Shuning uchun SSHO rezultat o'quv markazimizda shunaqa shans bor. Endi CELTA sertifikatini natijasi haqida gaplashadigan bo'lsak, CELTAda o'zi
baholar bor. Pass, Celta Mhm. Pass, Mhm. Celta B, A baholar bor. Endi savol shundan iboratki, unaqa baho olish uchun nima qilish kerak va u bahoni bir-biridan farqi bormi? To'g'risini aytsam, man farqini unaqa sezmadim. Chunki mani nazarimda man kursimda o'qiyotgan eng judayam kuchli deb hisoblagan gruppadoshlarim E olsa kerak deganda, nimadir ular ham biz bilan balkim ularni kriteriyasi tushunmagandirman. Lekin manimcha уже sertifikatni qo'lga kiritib past olgan taqdirda ham katta уже anaqaga muvaffaqiyatga ega bo'lasiz deb hisoblayman. Endi buni kim qo'yadimi? Ikkinchi savolingiz, birinchi savolingiz esa. Yo, farqi nima bir-biridan? Pass A, B farqi qanday? Judayam kamchilik olgan deb eshitganman. Bizada O'zbekistonda bor, lekin judayam kamchilik olishadi. Manimcha bunda o'sha TPdagi qo'yilgan kriteriyalarga hammasiga, ya'ni all the box ticked qo'yib chiqsa va assignmentlarni qoldirmasdan o'z vaqtida va assignmentdagi hamma o'sha nimalarga javob bera olgan bo'lsa, o'shanda manimcha eng yaxshi baho olish mumkin. Endi Celtaga kiramiz. Hozir mana TP degan so'zlardan ham ko'rayotganlar birov so'rayotgan TP nima deb anaqa qilish mumkin. O'zi Celta kursi qanaqa o'tiladi? U yerda nimalar o'tiladi? Kurs qanaqa davom etadi? Kurs 4 hafta davom etadi. Hozir chiqib rejimda bor, lekin ko'pchilik oladiganda 1 oyda 4 haftada yo'torsa. 4 haftada davom etadi va bunda hozir ko'p o'zgarayotgan ekan, lekin bizada 8 ta tipi bo'lgan. 8 ta bu teaching practice bo'lgan. Ya'ni tema beriladi. O'sha temani siz 45 minut davomida yoritib berishingiz kerak va o'sha hamma oldingizga qo'yilgan nimalarga asos kriteriyalarga javob bergan holatda standartlarga. Ya'ni bu yerda TESOLga o'xshab yoki bir xil boshqa sertifikatlarga o'xshab faqat theory o'rganilmaydi. Bu yerda o'z Celtani eng zo'r tarafi. Eng katta advantage ham shunda, что darsni siz o'tib berganingizdan keyin такой живой feedback olasiz. Ya'ni такой emas, живой feedback ola olasiz. Chunki boshqa o'sha aytganingizdek TESOLda bu narsa faqat nazariy holatda. Undan tashqari orada assignmentlar beriladi. Bu уже ozgincha tilshunoslikka bilimlaringizni chuqurlashtirasiz. Shu ikkalasi birgalikda olib boriladi. Okay. Celta kursi davomida o'qituvchilar yillar davomida yig'gan qaysi ko'nikmalardan voz kechishga to'g'ri keladi va bu arziydimi? Bu albatta arziydi. Bu ham chunki bu to'g'ri. Mana shu eng ko'p qiynagan joyi, ko'pchilik qiynalgan bo'lsa kerak. Sizda bo'lsa o'zimiz ham birinchi marta biza ko'proq shu Celtani o'qigan, birga o'qiganmiz. Hammamiz bundoq shu tutorlarni impress qilamiz degan holatda shunaqangi ko'p gapirib yuborganmizki, oxirida feedbacklarni ko'rib anaqamiz tushib qolgan, ancha demotivate bo'lib qolganmiz. Biz o'ylaganmizki, qancha yaxshi gapirib, baland gapirib, odamlarni e'tiborini o'ziga jalb qilsa, shuncha ballimiz baland bo'ladi deb hisoblagan ekanmiz. Aksincha bu teskarisi ekan. Bizda asosiy e'tibor o'quvchini performansiga qaratilgan bo'lishi kerak ekan. Mana shu narsadan voz kechishim qiyin bo'lgan. Grading languagedan men rosa qiynalganman. Undan oldin grading language tushuntirib bering, masalan. Grading language bu har bitta levelga mos holatda o'ziga mos ravishda gaplashish. Ya'ni ingliz tilida, ya'ni beginner levelga qiyin academic languagelarni ishlatmagan holatda oson, easy to understand, easy to follow gapirish. Ko'pchilik aytib beginnerga dars o'tganda, endi o'qitishni boshlagan o'qituvchilar zo'r dars o'taman deb harakat qilib, naborot ingliz tilini zo'r qilishga harakat qiladi. How do I, ladies and gentlemen? How do you doing? What's up? To'g'ri narsa. Hello, babies. How are you? Oson gapirish kerak. Endi bizada aytyapman, shu paytgacha shunaqa bo'lgan. Ingliz tilisini qanchalik zo'r bilishini, language skillslarni ko'rsataman deb bolalarni o'ziga undan ham ko'proq rom qilaman degan holatda qiyin gapirib qo'yadi. To'g'ri, bolalar rom bo'ladi. Bitta dars, ikkita dars, uchta dars, lekin keyin bu narsani ham уже sekin zerikarli bo'lish boshlaydi. Chunki maqsad siz o'zingizni ko'rsatishingiz emas, o'sha bilgan bilimingizni ularga berish. Mani fikrim bo'yicha ham bitta narsa ayta olaman, что agar siz Celta o'qimoqchi bo'lsangiz va teaching experience hali kam bo'lsa, hali o'zingizni zo'r o'qituvchiman deb hisoblamaydigan bo'lsangiz, demak Celta siz uchun eng foydali, faqat siz uchun kerak Celta. Ya'ni zero ko'nikma bilan, ya'ni zero teaching skill bilan kelib turib, teachingga ancha yaxshi darajaga ko'tarib olasiz. Lekin siz o'zimni zo'r teacherman deb o'ylasangiz yoki oldin Celta haqida umuman eshitmagan bo'lsangiz yoki unchalik bilmasangiz, zo'r o'qituvchiman deb o'ylaysiz o'zingizni, demak tayyor turing, sizda juda ham ko'p nimalar bo'ladi,
Contradiction'lar ko'p Ha, bo'ladi. ya'ni ochiladi ko'p narsa. Chunki voy men oldin o'ylardim, nima maksimalni turib, oldiga borib, baqirib, gapirib, zo'r qilib o'tishim kerak deb o'ylaysiz, lekin unaqa emas. Shu yerda man sizga savolim bor edi. Teaching experience umuman yo'q, lekin ingliz tili darajasi qanaqa bo'lishi kerak sizningcha? Kim SLTni o'qish xohishi boru, lekin o'qish rekomendatsiya qilinmaydigan odamlarga nima deya olasiz? Kimlar shunaqa shu guruhga kiradi deb o'ylaysiz? O'zi biza o'qiganimizda ham bilamiz, что SELTaga siz intervyu bilan kirasiz. Ya'ni SELTA просто apply qilinadi kirasiz o'qishga, pulni to'laysiz bo'ldi emas, SELTaga intervyu qilinasiz. Plyus bo'lsa ham agar ingliz tili darajangiz 7 dan baland bo'lmasa, ya'ni 7 bo'lishi kerak o'zi requirement bo'yicha. 6,5 manimcha olishmaydi o'sha IELTS certificate. Ya'ni ingliz tili darajangiz bo'lishi kerak. C1 darajangiz bo'lishi kerak teaching uchun. Nima uchun? Shu C1 bo'lishi shart. Chunki u yerda ta'lim o'zi 8 haftalik TP'laringiz ham, 4 haftalik TP'lar ham, 8 TP'lar hammasi hamma o'rgangan narsangiz birinchidan ingliz tilida bo'ladi. U yerda terminologiyalar bor, terminlar bor, ularni o'qib tushunishingiz kerak. Va feedbacklarni o'qiganda tushunish kerak. Tasavvur qilyapsizmi, siz SELTada o'tiribsizda, siz o'qituvchingiz o'qityapti. Короче, deyapti, you have to always try to drill when you're pronouncing deganda drill nima ekan drill deb o'tirsangiz, Anchoring. Anchoring, drill qanaqa terminlar bor? You must build a repositive, repol, Yes. repol nima ekan? Rapport deganda siz tushunmasdan o'tirsangiz qiyin. O'shaning uchun IELTS bo'lishi kerak va ingliz tilingiz yaxshiroq bo'lishi kerak. Men o'zim IELTS 9 olganimdan keyin SELT o'qiganman va o'shanda ham rapport degan so'zni noto'g'ri o'qib qo'yganman. Keyin hamma kulgan ustimdan, "Voy 9 ham bor-ku, nimaga noto'g'ri o'qiding?" Men aytaman, odamlar xato qiladi deganman. Rapport degan. Assignmentlarni yozayotganda ham albatta bu qanaqadir tushunchaga ega bo'lmasangiz, assignmentda kerakli joylarini qaysi kerak, savolda nima beryapti, men nima yozyapman, u narsani bilmasangiz juda ham qiynalib qolasiz, конечно. Shuning uchun fikringizga qo'shilaman. C1 level bo'lishi kerak. Keyingi masalaga o'tamiz. Bu stress masalasi. SELTani ko'pchilik o'ylaydi, hozir $2000 beraman, mazza qilib dars o'taman, feedback olaman, mazza qilib improve qilaman deb o'ylaydi. Va to'g'ri o'ylashadi, agar g'irt bo'm-bo'sh odam bo'lsa, lekin SELTani o'qiydigan odamlarning ko'pchiligi nimasidir bo'ladi-da, yoki universitetda o'qiyotgan o'quvchilar o'qiydi, universitetda ham normal ishi bor, yoki уже teaching bilan shug'ullanayotganlar bor. Endi SELTada stress bor va bu qanaqa o'tadi va nimaga stressful bo'ladi? Stress asosiy sababi bu deadline. Ya'ni assignmentlarni deadline. Endi men o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, balkim agar ishlamayotgan holimda, agar SELT o'qiganimda yoki hech qayerda o'qimayotgan holimda o'qiganimda stress anaqasi leveli ancha pastroq bo'larmi deb o'ylayman. Lekin full time ishlaydigan odam bizaga o'xshab, yana u ro'zaga to'g'ri kelib qolsa, Ramazon oyida o'qigan. Ramazon oyimizda to'g'ri kelib qolgan, o'zi soat 2-3 gacha assignmentlarni yozganimizdan keyin, antipilan tayinlagandan keyin 1 soat uxlamasdan o'sha saharlikka turish kerak-da. Shuning uchun full time ishlab turgan odamga bu katta stress bo'ladi. Part time o'qigani yaxshimi 2 oy yoki 1 oy ta'til olib turib ishxonasidan full time o'qigani yaxshi? Menimcha ishxonadan o'sha отпускqa olib turib full time o'qigan juda ham yaxshi effekt beradi deb hisoblayman. Anaqaga ham bog'liq. Agar oilali inson bo'lsa, shu part time'da o'qirgan yaxshiroq deb hisoblayman. To'g'ri. O'zi stress bo'lishidan asosiy sabab nima? O'sha sababi birinchidan siz auditoriyaga o'tayotgan darsingizda bu yerda chet ellik professional tutorlar o'tiradi. O'shani bosimi bo'ladi ancha. Sizni o'zingizni kollega, misol uchun menda kollegalar ham o'tirgan. Shuni bosimi bo'lgan. Eng yomoni siz darsda o'quvchilar bo'ladi, o'quvchilar biladi что sizni judge qilishyapti, o'quvchilar ham qo'shilib sizni judge qiladi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Endi yana bitta asosiy sababi stress bo'lishi, qiynalishi, kechasi kam uxlashning asosiy sababi bu lesson plan degan narsa bor. Sizlar har bitta TP'dagi, ya'ni teaching practice'dagi plan tayyorlashingiz kerak. Darschilarga lesson plan tayyorlashingiz kerak. U lesson plan tak introduction, speaking, then exercise 4 degan narsa emasda. U yerda lesson planni SELT o'qiganlar biladi. Lesson plan tayyorlashga birinchi marta men o'zim lesson plan tayyorlanganimda 4 gacha o'tirganman. Ya'ni 4-5 soat vaqt ketgan. Kechqurun 11 da boshlagan bo'lsam, bomdodgacha o'tirgan. Shu ko'zim ana qilib. Men kutmaganman, o'shani tez qilib bo'laman deb o'ylaganman, lekin bu prosta bizga o'xshab oldingi lesson planimizdan ancha farqi bor-da uni. Naqalar sabablarini tushuntirish, agar bu o'xshamay qolsa, o'rniga anticipated problem chiqsa, yana nima problema qilasan. Shunaqa mayda-chuyda narsalar ko'p va полностью breakdown
yoyib tashlagan holatda nima qilish. Orasiga rasmlaringizni qo'yib, ishlatadigan materiallaringizni ham kiritib ketish kerak bo'lgan. Ishqilib mayda-chuyda anaqalari ko'p, nyuanslari ko'p bo'lgan. Shuning uchun cho'zilib ketgan. Ha, to'g'ri. Lesson plani to'g'ri tuzdimmi, yo'qmi, to'g'ri o'tdimmi, yo'qmi, e'tibor beradigan narsalar juda ham ko'p. Ayniqsa, chunki bizada o'sha necha yil ishlar anaqa o'qitib kelgan nimamiz uslubimizga ko'ra, gap orasida ko'p gap bolani gapirtirish uchun ko'proq gapiraveramiz-ku. O'sha narsadan o'zini ushlab turish, mana shu narsa stressda. Постоянно qolibga tushib qolgandek his qilganman o'zimni. TTT. Ko'p gapirivording, Teacher talking. tepasiga turib olding, anaqa qilvording, vaqtini etmading, monitor qilayotganda Lekin gap mana shu o'tmading. narsalar sizni perfect teacher qiladi. Zo'r shu taraf. To'g'ri, lekin birinchi marta shu narsalarni bilmagan odamga birdaniga o'zingizni Moslash qiyin. moslash, adaptatsiya protsessi sal qiyinroq o'tadi. Shuni hisobiga siz katta stress his qilasiz. Ha, bitta life hack aytaman. Sizlar endi Celta o'qiyotgan bo'lsanglar, o'qimoqchi bo'lsanglar, Celtadan B yoki A olishni bitta anaqasi, mani fikrim bo'yicha, mani judgmentim bo'yicha, siz boshida o'qituvchi sifatida o'qiyotganingizda, Celtada boshida maksimal nima desa bo'ladi? Past darajada dars o'ting. O'zingizni ko'rsatib yormang unaqa. Ya'ni dars o'tish bilmaydiganlardek o'tsangiz birinchi tipingizni, oxirgi tipingizni zo'r o'tsangiz, ya'ni Celtada eng value qilinadigan narsa bu growth. O'sdi. 0 dan 100 ga o'sgan B yoki A olish shansi kattaroq, chem 50 dan 100 ga oshgandan ko'ra. O'shaning uchun boshida stupid bo'lib, oxirida smart bo'lib chiqib ketsangiz, o'zi tabiiy shunaqa bo'lsa ham zo'r yoki o'zingiz kontrol qilsangiz bo'ladi. Shunaqa. Elicitation haqida nima deb o'ylaysiz? Meni eng qiynagan narsa shu narsa bo'lgan. Chunki men hayolimda, masalan uchun shu narsani ochuvchasiga aytib bera olmayman. To'g'ridan-to'g'ri informationni sipay qila olmayman. Ya'ni informatsiya yetkazib bera olmayman. Men uni chiqarib olishim kerak bo'ladi. Xo'p, buni chiqarib olishim uchun men savol beraman, buni savol beraman. Endi men kutilgan javobni olmasam, o'shanda shokka tushib qolardim-da. Buzildi meni planim. Meni ideyam bo'yicha men shu savolni beraman. Bola keyin bunaqada javob beradi. Undan keyin keyingisiga o'taman derdim. Yes deydi keyin. O'sha narsa meni planim bo'yicha ketmasa, keyin mana shu narsadan ko'p qiynalganman. Sizchi? Elicit qilish degani o'zi, elicit qilish degani o'quvchidan javobni olish. Ya'ni siz misol uchun guys, present perfect is something that we use for action that started in the past and finish it now. Demasdan, guys, when did the action start? Today, tomorrow, or in the past? Siz ular in the past deyishini kutasiz. Keyin boshqa javob beradi. Endi unaqa javob ber. O'zi praktika elicitation ko'proq. Ya'ni o'sha siz o'qitmoqchi bo'lgan narsani yoki javobni o'quvchidan tortib olish, sug'urib olish bu elicit deyiladi. Elicit qilishni qiyin tarafida siz yoki awkward savol berib qo'yishingiz bor, yoki o'quvchi siz kutilmagan javob berib qo'yishi bor, u adashtirishi mumkin boshqa o'quvchilarni. Shunaqa. Men shunga juda ham ko'p praktika kerak bo'ladi. O'zi alohida Scriver'ni kitoblari bor edi, CZQ'da elicitation bo'yicha bu kitoblarni bitta varaqlab chiqish kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi mavzuga o'tadigan bo'lsak, endi o'quvchilar haqida gaplashaylik. Celta olgan o'qituvchi. Celta olgan o'qituvchini, darsini ko'rgan o'quvchida o'zgarish bo'ladimi? Qanaqadir o'quvchi sezadimi, что teacherim nimadir o'zgartdi, zo'r o'tadi deb nima deb o'ylaysiz? O'quvchida o'zgarishni sezarmikan o'quvchi? O'qituvchilar, misol uchun, men shaxsan o'zim o'quvchilardan so'raganimda, oldin ko'p tushuntirib berishga harakat qilardingiz. Hozir bo'lsangiz, u faqat mendan ko'p so'radingiz. Men ko'proq gapirdim, shuni his qildim. Oxirida o'zim bilmagan holatimda oxirgi xulosamni o'zimga chiqarib, o'zim shu protsessdan polni o'zim men dars o'tgandek his qildim o'zim deyishdi. Mana shu narsani anaqa qildim. Shu o'quvchilarim menga aytgan javob shu bo'ldi. Demak, o'qigan o'quvchi u darsda aktivroq bo'lishini o'zi sezadi. Va bu eng zo'r narsa, Celtaning eng katta sizga benefit. Yana bitta narsani aytishdiki, boshida ha deb so'raganingizga javob berishga xijolat bo'ldim. Keyin уже aktiv javob berishga, qatnashishga o'rganganimdan keyin nima deydi, mani gapirishim ham xuddi osonlashgandek bo'ldi. Oldin gapirishni o'ylab, to'g'ri javob bermasamchi degan narsa, shu blok yechildi deb, baryer deydimi? Blok yechildi. Shu narsani his qildim deyishdi. Xo'p, keyingi savol. Celta o'lgan guruhni tiriltira oladimi yoki ishdan, o'qishdan kech qolib darsga zo'rg'a keladigan motivatsiyasi yo'q o'quvchini yoki shunaqa guruhlar bo'lib qoladi-yu, bir low nima deydi?
Energy, hozir aytaman. sluggish. Yo'q, ular bitta so'z bor edi. Underdog gruppalari bo'ladi-ku, ya'ni judayam o'zi overall past perform qiladigan ekzamlarda ham, qatnashishi ham bir o'likroq gruppalar bo'ladi-yu. O'sha gruppalarni yoki o'shaqa darslarni qutqara oladimi Celta? Qutqarib katta anaqalarga tochkalarga chiqarib yubora oladi deb o'ylamayman-u, lekin qanaqadir darajada ko'tarib berib, jonlantirib berishi mumkin. Bu yerda man Celtani asosiy anaqasi bu o'quvchini umuman boshqacha nimaga aylantirib qo'yish emas. To'g'ri yo'nalish, yondashuv orqali bolani, shu eng introvert bolani ham nimasidir ochib berish. Unaqa juda katta o'zgarish anaqa kutish o'zi noto'g'ri deb hisoblayman. Ular nima qilish kerak? Xohish yo'q bo'lsa, misol uchun, mani fikrimcha, Celtami, TESOLmi, agar bolada haqiqatdan xohish yo'q bo'lsa, qanaqa nima yondashuv ishlatishingizdan qat'iy nazar u yordam bermaydi deb hisoblayman. Xo'p, keyingi mavzuyimizda bu Celtani mahalliy va global darajadagi kuchi. Xo'p, birinchi savol. Celta O'zbekistondagi nufuzli loyihalar yoki establishmentlarga, joylarga o'tadimi? Misol uchun, Westminstergami, prezident maktablarigami Celta foyda beradimi? Nima o'ylaysiz? Prezident maktablariga, Westminsterlarga, Websterlarga o'tadi deb eshitganman. O'qituvchi bo'lib kirish. O'qituvchi bo'lib kirish katta imkoniyati bor, Celtasi bor o'qituvchilarga. Bundan tashqari yana xalqaro proyektlarga, loyihalarga qatnashish nimasini ham beradi, imkoniyatlarni beradi, katta imkoniyatlar beradi. Bu sertifikat bilan Turkiya, Dubay, Vyetnamga o'xshagan boshqa davlatlardan offerlar kelish shansi qanaqa, u yerda ishlash shansi qanaqa? Shanslari bor. Ayniqsa Vyetnam va Dubaylarda ko'proq deb eshitganman. Turkiyaga, Xitoyga nisbatan imkoni bor, конечно, lekin nisbatan sal qiyinroq deb. Chunki ularning nimasi balandroq, standarti sal balandroq. Lekin Dubay bilan nimaga, Vyetnamga ko'p takliflar olishyapti. Celtasi bor o'qituvchilardan. Keyingi savol. Agar o'qituvchi o'zi ishchi bo'lib emas, balki o'zi o'quv markazi ochmoqchi bo'lsa, misol uchun, yoki o'zi qanaqadir maktab boshlig'i bo'lsa, unga Celta o'qish kerakmi? U Celta ko'nikmalari uni biznesini yurg'izishga yordam bera oladimi? Agar o'zi qanaqadir o'quv muassasasini ochmoqchi bo'lgan odamlarga bu yoqda birinchi o'rinda Celta olish kerak deb hisoblayman. Chunki bu Celtani o'qigan bilimiga asoslanib, bu o'quv programmasi tuzib chiqiladi. Butun dars jadvalidan tortib, o'quv programmasi hammasi shu Celta asosida tuzilsa, ancha yaxshi natija beradi. Demak, bu zarur, suv havodek zarur deb hisoblayman. Ertaga lider bo'lmoqchi bo'lgan va o'zini o'quv markazini ochmoqchi bo'lgan odamlarga ham qaysi kitob tanlaydi, o'sha kitob ichidagi nimalarni, aspektlar qanaqa yoritilgan, shularning hammasini Celtasi bor odam ancha-muncha ikir-chikirlarni tushuna oladi va o'sha aytganimdek o'quv programmasiga o'sha nimasi bo'yicha kriteriyalarga asoslangan holda tuzib chiqsa ancha natijali bo'ladi, samarali bo'ladi. Biz hozir Celta haqida shuncha gapirishdik, lekin undan ham nufuzliroq bo'lgan sertifikat bor, bu Delta. Celta bilan Deltani farqi nimada o'zi? Celtada mani fikrimcha, shaxsiy fikrimcha, bola shu skillga, misol qaysidir bir skillga ega bo'lish uchun men qaysi yondashuvni qo'llashim kerak degan savol berilsa, Deltada nimaga aynan shu yondashuv ish beryapti? O'shaning sabablari ko'proq o'rganadi deb hisoblayman. Ancha chuqurroq. Lingvistikaga, o'sha tilshunoslikka ancha chuqurroq, leksikologiyaga, fonetikaga chuqurroq aniq qilamiz. Misol uchun, adashmasam assignmentda shu Deltani ozgincha bir qismini yoritganmiz. Nima uchun Osiyodagi til o'rganuvchilar ortiqcha shva sound qo'shib gapiradi? Sometimes nima uchun? Sababi nima? Shu narsani hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Sababini bilasizmi nimaga? Sometimes yana qanaqadir bir workers deb shva sound qo'shib qo'yadi. Sabab nima deb bilasiz? Bilmadim, lekin sometimes emas, works emas, workers. Sometimes. Bu o'zbekcha shevadan kelib chiqqan shekilli. O'sha nima? Mana shu sababini shu Delta o'rganib beradi. Chunki Osiyo davlatlaridagi til kelib chiqishida undosh tovushlar yonma-yon baravarga nima deydi, 4-5 ta undosh birga kelmaydi. Misol uchun, здравствуйте, приветствие degani приветствие, mana 4 ta undosh. Bizda unaqa nimalar yo'q. Language patternlari bizda bunaqa xususiyatlar yo'q. Shuning uchun bizga bu yot narsa bo'lgani uchun Qirg'iziston. Osiyoliklarda shunaqa ortiqcha Qirg'iziston degan so'z chiqadi, qirg'iz. Voy, u
Qirgiziston deb yoziladi. Biz shu i harfini e ga aylantirib yuborganmiz. Bu yerda ham o'zi Og'zakimizda. borda, bu ham shu. Bor, конечно, shva sound bor. Manga o'xshab sometimes emasda yoki здравствуйте zidr hech qanaqa orasida shva sound yo'q. Bizda qo'shib qo'yiladi. Nimaga? O'zini adaptatsiya qilish uchun. Demak, Celtada what should I do bo'lsa, Deltada why should I do? Why should I do? Nimaga? Bosh ortadiganda ozgina. Ancha chuqur. Ayniqsa tilshunoslik bo'yicha agar PhD qilmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, bu juda ham katta yordam bo'ladi. Deltani ko'p gaplasha olmaymiz manimcha, chunki biz buni Deltani o'qib chiqib ko'rganimizdan keyin, ekspert bo'lgandan keyin shay qilsak bo'ladi. Men bilishim bo'yicha Deltada 3 ta modul bor. Ikkitasi practice, bittasi qanaqadir theory mana shunaqa edi. Bittasi o'qiladi, ikkitasini o'zingiz qilishingiz kerak bo'ladi. Mayli. Undan tashqari bitta mavzu bor ekan. Celt sertifikatga $2000 pul to'lab o'qigandan ko'ra YouTube'da tarqalib ketgan videolari bor ekan Celtdan. O'shani ko'rib, yaxshi natijaga erisha oladimi? Yoki teachingni ko'tara oladimi? Nima deb o'ylaysiz? O'qituvchi. Menimcha buning uchun odamlarda yetarlicha vaqt bo'ldi. Agar o'sha rostdan ham aytganingizda YouTube'larda mana shu Celta tutorialslarni ko'rib turib qanday natijaga erishganda, Celtaga bunaqa talab katta bo'lmasdi. Albatta nimalardir o'rganish mumkin. Qaysidir miqdorda anaqada Theory o'rganadi. Lekin siz haqiqiy dars o'tib berib va darsda o'tgan darsingizda o'sha tutilgan hamma noto'g'ri pitfalllaringizni, flowlaringizni haqida feedback ola olmaysiz. Va to'g'ridan to'g'ri interaction bo'lmaydi. Va observationlarga sizni imkoniyatingiz bo'lmaydi. Boshqalarning nimasini ko'rib turib, biz ham feedback berishimiz kerak edi. Siz bo'lsa, har bitta o'zimizni group mate'larimizni o'tgan darslarga feedback yozishimiz kerak. Bunaqalar bo'lmaydi, imkoniyatlar bo'lmaydi. То есть ko'proq yana teoriya bo'lib qoladi, nazariya bo'lib qoladi. Tushundim. Xo'p, bizda oxirgi savol bor sizga. 2026-yilda yoki 27-yilmi yoki bilmayman qaysi yilda bo'lsa ham endi Celta o'qiyman deb turganlar bo'lsa, Celta o'qiyman deganlarga ma'naviy, moliyaviy va akademik jihatdan qanaqa tayyorgarliklar ko'rishni maslahat berasiz? Keling shu savolga siz yaxshi javob bering, chunki bu narsada ko'p gaplashyapmizda, sizda yaxshi ideyalar ko'p. Menimcha bu hamma biladi, akademik jihatdan baribir IELTS 7+ bo'lish kerak, ingliz tilini chaqlab turish kerak. Maki qilib bora olmaydi Celtaga. Moliyaviy jihatdan $2000 taxlab qo'yish kerak. Yoki Result School'da yaxshi o'qituvchi bo'lib, yoki Result School'da ishlash kerak. yaxshi o'qituvchi bo'lib, o'zini ko'rsatib, 50% scholarshipga ega bo'lish kerak. Yoki demak bu moliyaviy va akademik jihatdan bo'lsa, ma'naviy jihatdan siz tayyor bo'ling, что sizni fikrlaringiz, teaching ko'nikmalaringiz ancha o'zgaradi va shu change'ga, o'zingizni transformatsiya qila olishga tayyor bo'lishingiz kerak. Mana shu juda ham kerakli point bo'ldi, lekin kimda Celtada bo'lgan shunaqa holatlar o'qib chiqib, men shunga arziydi deb hisoblamayman deydigan odamlar ham bo'ldi. Shu pulni ularda ko'proq qaysi odamlar shu feedbackka o'ziga nisbatan personal insultment deb qabul qiladiganlar, adaptation nimalar, skillslar juda ham past bo'ladiganlar. Mana shundoq experience bilan 10 yillik aniq to'plagan tajribamni nolga tenglashtirmoqchimisiz? Shunaqa fikrga Cambridge'da tan olmaydiganlarda qiyin o'tadi bu narsa. Juda ham qiyin o'tadi. Shuning uchun rostdan ham menga kerak. Shunchaki sertifikatga ega bo'lamanki, birdaniga reytingim ko'tarilib ketadi deb sertifikatni o'zi uchun borganlarda bu narsa ish bermasligi mumkin. Tushunarli. Demak, Celta mavzusida asosiy gaplashilishi kerak bo'lgan mavzular shu edi. Menimcha asosiy narsalarni cover qilib o'tdik. Sizga kattakon rahmat, Nargiz opa, fikringiz bilan bo'lishganingiz uchun. Rahmat. Xudo xolasa, yana keyingi podkastlarda boshqa bundan ham muhimroq mavzular bo'lsa, olib chiqamiz va sizni ham kelishingizni iltimos qilamiz. Kuzatuvchilarga ham rahmat kattakon. Celta sertifikati overall conclusionimizda stoid, arziydi, puliga arziydi. Pul topish kerak, harakat qilish kerak va Celtaga ega bo'lgan odam kelajakda teachingini juda ham yaxshi darajaga olib chiqa oladi deb o'ylaymiz. Hammaga rahmat. Agar savollar bo'lsa, fikrlar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Celta o'qimoqchi bo'lgan tanishlarga yoki Celta haqida savollari bo'ladigan odamlarga bu videoni tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.